Assalomu alaykum qadrdonlarim. Bugun sizlarga o'zimni bir maxfiy retseptimni ochib bermoqchiman. Bu taomni tayyorlash bir san'atdek. Avvalo uni sevgi bilan mazaj qilib, ichiga o'zimni eng sevimli ziravorlarimni aralashtirdim. Sariyog', sarimsoq, tabiiy ziravorlar. Keyin esa ustidan mayonez va paprika tuz bilan chiroyli qilib bezab, biroz dam oldirdim. Ichini yumshoq qilish uchun maxsus sutli ukol qildim. Bu ham bir sir. Oyoqlarini zardan qo'lqop kiydirib, duxovkaga pishirishga jo'natib yubordim. Va mana bu orada albatta menimcha eng kerakli narsa, to'g'ri topdingiz, bu bavining tozalash vositasi. O'zim ham hayron qoldim. Termizim dabdalaga aylanib ketibdi. Endi shartta bavini olib ichiga soldim. Bitta qaynab, bo'lmasdan kirli osonlicha toza bo'ldi. Bu haqiqiy super ekologik toza mahsulot, tavsiya qilaman. Mana natija, shunaqangi shirali, mazali tovuqlarimiz ham tayyor bo'ldi.